Sanksiyalar ostida qolganiga qaramay, telekommunikatsiya bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda, smartfonlari esa dunyoda top 5 talikka kiradigan kompaniya bu Huawei hisoblanadi. Ba'zilar Huawei faqatgina smartfon ishlab chiqaradi deb o'ylaydi, lekin aslida ular juda ham katta va mukammal bo'lgan ekotizimni yarata olishgan. Bugun bizda Huawei brendining eng ommabop va so'nggi texnologiyalari jamlangan. Arzon naushniklardan tortib, juda ham aqlli smartwatchlarigacha. Keling ularning har biriga qisqacha to'xtalib o'tamiz va Huawei nega hali ham sifat bo'yicha yetakchi ekanligini ko'rib chiqamiz. Demak, Huawei kompaniyasining smartwatchlari, fitness brasletlari hamda quloqchinlari yonimizda turibdi. Demak, bularning barcha lineykasini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Kelinglar obzorni quloqchinlardan boshlasak. Huawei har xil byudjet va ehtiyojlardan kelib chiqib, har xil turdagi naushniklarni bizga taqdim etadi. Ulardan bittasi FreeBuds SE2. Hamyonbop, yengil va kundalik foydalanish, qo'ng'iroqlar uchun ideal yechim. IP54 himoyasiga ega bo'lgan quloqchin sizga 40 soat quvvatsiz ishlab berishni ta'minlaydi. Atigi 10 daqiqa quvvatlash bilan esa 3 soat to'xtovsiz musiqa eshitishingiz mumkin. FreeBuds SE3 dizayn va avtonomlik tomonidan yaxshilangan versiya. Case dizayni juda ham chiroyli. Quloqchinlar esa yengil va quloqlarda noqulaylik tug'dirmaydi. Bu quloqchin ham IP54 himoyasiga ega. Sizga 42 soat quvvatsiz ishlab beradi. Xuddi shunday 10 daqiqa quvvat bilan esa 3 soat to'xtovsiz musiqa eshitishingiz mumkin. FreeBuds SE4 hamyonbop segmentda shovqinni faol bosish tizimiga ega model hisoblanadi. Shovqinli joylarda ham tiniq ovoz va tinchlikni xohlaydiganlar uchun ideal yechim. Vakuumli shuma podavleniya qiladigan Huawei'ni quloqchini hozir buni taqib turib, mana shu shovqinli ko'chada qanchalik shovqinni kamaytirar ekan, o'shani bilib olamiz. Mana hozir butun shovqinni eshitib turibman. Mana tugmasini bosganimizdan keyin mana shuma podavleniya yoqildi. Ko'chadagi ovozlarni umuman eshitmayapman. Faqatgina o'zimning ovozimni eshityapman. Bu quloqchinimiz vakuumli va 50 soat ishlash xususiyatiga ega. Quloqlarga qulay joylashadi va bitta tegish bilan shuma podavleniyani yoqishingiz mumkin. Kitob o'qishni va ishga fokus qaratmoqchi bo'lganlar uchun hamyonbop va sifatga ega bo'lgan variant. Va umuman boshqacha dizaynga ega bo'lgan simsiz quloqchinimiz Huawei FreeClip. Agarda siz noodatiy trenddagi gadjetlarni yoqtirsangiz, mana Huawei FreeClip. Bu ochiq turdagi klipsa naushniklar hisoblanadi. Quloqni toliqtirmaydi. Sport va shaharda xavfsiz harakatlanish uchun juda qulay. Dizayni esa xuddi kelajakdan kelganga o'xshaydi. Quloqda ko'rinishi noodatiy, lekin juda yengilligi uchun quloqda borligi bilinmaydi. Atigi 5-6 gram. Bu quloqchinimiz 36 soat quvvatsiz ishlab beradi. Smartwatchlar va fitness brasletlar, ularning ham turi ko'p. Kelinglar bittalab ko'rib chiqsak. Huawei Watch GT6 va Huawei Watch GT6 Pro juda ham chiroyli dizaynga ega. Sport bilan shug'ullanish uchun ham oddiy taqib yurish uchun to'g'ri keladi. Ikkalasining ham ekrani AMOLED juda yorug', 3000 nitga yetadi. Pro esa ekrani sapfirdan tayyorlangan, korpusi bardoshli titandan. Sapfir umuman qirilmaydi, juda ham chidamli bo'ladi. Shuning uchun flagman smartfonlarning kamerasida aynan mana shu ishlatiladi. Titan korpus umuman qirilmaydi, tashqi deformatsiyalarga juda ham mustahkam bo'ladi. Bitta qilib aytganda, sportchilar uchun eng kerakli bo'lgan sapfir va titan aynan mana shu GT Pro lineykasida joylashtirilgan. iWatch Ultra bilan bemalol raqobat qila oladi. Bundan tashqari 2 ga qilish imkoniyati ham mavjud. Oddiy ishlatish jarayonida 21 kunga, aktivni ishlatish jarayonida esa 12 kunga akkumulyator yetadi. Bu soatlar bilan hattoki diving qilishingiz va chanada uchish sporti bilan ham shug'ullanishingiz mumkin. Mingdan ortiq sport turi mavjud. Bitta qilib aytganda, GT lineykasi klassik formaga, ham sport formasiga ham to'g'ri keladi. Soat qo'lda juda ham qulay ko'rinadi va juda ham stilli. To'g'risini aytganda, juda ham mustahkamligi uchun bemalol Apple Watch Ultra versiyasi bilan ham solishtirsangiz bo'ladi. Bu soat bilan bemalol 21 kun zaryadkasiz ishlatishingiz mumkin. Endi navbat fitness brasletlar haqida. Huawei Band 11, Band 11 Pro. Ixcham, yengil, lekin imkoniyatlari soatnikidan qolishmaydi. Alyumin korpusli dizayn juda ham zamonaviy ko'rinadi. Quvvati esa kun davomida sizga yetib ortadi. Yorqin 1.62 dyumli displey, uyqu monitoringi, yupqa va yengil alyumin korpus. Hissiyotlarni tahlil qilish imkoniyati mavjud. Sizga 14 soatga xizmat qilib beradi.
og'irligi atigi 17 gramm. Oddiy va Pro versiyasining orasidagi farqi ekran yorug'ligida va GPS borligida. Soat minimalistik dizaynda juda ham yengil, qo'lingizda borligi ham anchadan keyin bilinmay ketadi. Sport bilan shug'ullanadiganlar uchun juda ham zo'r variantlardan bittasi. Og'irligi umuman bilinmaydi. Yengil sport bilan shug'ullansangiz, mana shu Huawei Band soatlarini olishni tavsiya qilaman. Agar sizga kattaroq ekran va ko'proq funksionallik kerak bo'lsa, Huawei Watch Fit Tour va Watch Fit Tour Pro aynan muddao. Sog'liqni kuzatish, sport rejimlari va premium dizayn. Pro versiyasi esa mustahkamroq va funksional jihatidan yanada boyitilgan, ya'ni sapfir oyna va titan korpusdan tashkil topgan va og'irligi 30 gramm. Hattoki ekkiga qilish funksiyasi ham mavjud. Maksimal yorug'ligi 3000 nitga yetadi. Oddiy versiyamiz esa juda chiroyli va boy qilib yaratilgan. Og'irligi atigi 27 gramm. Maksimal yorug'ligi 2000 nitgacha yetadi. Ikkalasi ham suvdan, ham changdan himoyalangan. 100 dan ortiq sport turi mavjud. Klassik va sport kiyimlar uchun juda mos kelaveradi. Oddiy rejimda 10 kungacha, aktiv rejimda esa 7 kungacha akkumulyator ishlaydi. Ko'rinishiga o'zingiz baho bering. Ko'rib turganingizdek, Huawei kompaniyasi har bir foydalanuvchi uchun, xoh oddiy inson bo'lsin, xoh sportchi bo'lsin, xoh talaba bo'lsin, xoh oddiy bola bo'lsin, barchasiga o'z mahsulotini taklif qila oladi. Eng muhimi, oddiy hamda pro modellar orasidagi tanlov bu sizning ehtiyojingizga bog'liq. Standart modellari kundalik qulaylik uchun eng yaxshi tanlov bo'lsa, pro modellari maksimal mustahkamlik va maksimal funksiyalarni xohlaydiganlar uchun mo'ljallangan. Huawei'ning barcha mahsulotlarini bizning Jobox do'kondan hamyonbop narxlarda, eng asosiysi 24 oylik muddatli to'lov bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Sizga bu mahsulotlardan qaysi biri ko'proq yoqdi? Izohlarda yozib ketsangiz xursand bo'lgan bo'lardik. Biz esa o'z obzorimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Sizlardan like va podpiska, keyingi videolarda ko'rishguncha.